Yazgıcı Farhod Jilanning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut Yulduzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Qachongacha mushundaq bozak bo'lib yuraymiz? Ediqut Xaqon qo'shin tatib chiqsa bo'lmamdi. Bu Tangut degan nejislarning adabini bersak bo'lmamdi. Mening savollarimga javob bermadingizmi, Tatatonga baxshi? Bizga ustoz bo'lib, yeziq o'rgatishga qo'shildingizmi? Bütün xalq Sakyamoni yo'lida minib, bunda ta'limotlarni o'rgansin. Chingizxon degan paskini Mong'olni tilga ilib meni qo'rqitmoqchi bo'lishyapsan texi. Ay ko'k tangri, qor yerga buyruq bergin. Dushmanlarimizni nasib etsin. Ay qudratga egimiz ko'k tangri. Men o'zim qo'shin tortib berib, ulan uchuqtirib bitay. Bo'ldi, qo'g'limaqlar, o'g'il bola ekan. Bundaq bir azimat dunyodan yo'qolsa, odamning ko'ngli yerim bo'ladi. U hayot chig'ida menga panohlik berib, olimdan xabar olgan edi. Keyin u meni mushu uyga akilib qo'ydi. U menga mushu yerda yetib qo'pib, uyga qarab turing. Uy egisi Bulduz Qoyaning o'g'li To'xtamish qaytib kelganda, omonatni uningga qaytirib beramiz degan edi. Mana endi sen kepsan emasmi balam? Endi bu uyingni o'z qo'lingga olgin. Menmi o'zimga boshqa bir makon topay. Yo'q, siz yana bu yerda turavering. Menmi yolg'iz bir jon odam, birga turayli. Rahmat balam. Tangri seni qutlug' qilsin. To'xtamish uyga kirganda ixtiyorsiz turda ko'ngli buzildi. U yoshga to'lgan ko'zlari bilan o'ziga shuncha tonish bo'lgan uy bezatlariga, gech bilan suvolgan oq tomlarga, kemirlangan to'rislarga, bo'long puchqoqlargacha qarab turib ketdi. Uyning bir yerlaridan otsi Bulduz Qoyaning ovozi chiqayotgandek. Qo'shni xonining ishikidan otsi tamkinlik bilan qadam besib kirib keladigandek belinib ketdi. To'xtamish gilam selingan supiga kelib o'ltirdi. Mana mushu supida ana o o'yuqdiki tovar yotgan ko'rpalarni selib uning otsi yotadi. Mana mushu supida To'xtamishning mehribon onasi kasallikdan shifo topolmay uzoq yetib mangulik dunyoga ko'chgan edi. Ota-onasining so'zlab berishidan qaraganda, To'xtamishning o'zimi mana mushu supida dunyoga kelgan ekan. Endi qani shu suyumli kishilar? Qadrdon ota, kuyimchan ona. Onasi To'xtamishdan doim ansirabli yuradi. Balam To'xtamish, otdan yiqilib tushmagin, otni tez choptirmagin. Balam, qo'sqing ichib qoldi, tomoqingni yevag'in. Balam, bir yering og'rimdi, judab qolding-ku. Mana endi To'xtamishdan ansiraydigan hech kim yo'q. Otisi Bulduz Qoya sirtlarga chiqqanda kichik To'xtamishni otning kayniga mengashtirib elishni yaxshi ko'radi. O'g'liga omroqlikqa kelib, uning toqir beshini silashtirib qo'yadi. Kechalari o'g'lining yonida o'ltirib, uning dumbisini silab uxlatib qo'yadi. Ah, ota, jinim ona. To'xtamishning ko'ksining chunqur bir yeridan yig'iga o'xshab ketadigan ig'ir nida ixtiyorsiz turda urg'ib chiqdi. Albuki, ota-onasi endi uning yonida emas edi. To'xtamish ig'irlashgan bo'yini tasti ko'tirib supidan tushdi va qo'rug'i chiqib uyoq bu yoqqa mangdi. Eg'il qo'tallarni ko'rib chiqdi. Boqqa kirib uzum taklari va o'rik, jo'jam daraxtlarini oralab xeyli uzoqcha hayol bo'ldi. Xo'jayin, uslab qolgansiz. Choy ichib olamsiz. Uzib qo'ygan uzum bor, eg'iz degamsiz. Bu heliqi musofir bo'y edi. Yo'q, rahmat. Men chiqib birdam oylinib keray, dedi To'xtamish. Qo'choning ko'chalari yana burunqideklar shuncha tonish, shuncha iliq, shuncha suyumlik.
Bu ko'chalarda butun Ediqut xalqining umumiy tirikchilik ahvolini ko'z oldiga keltirish mumkin. Mana boy va beglarning hashamatli qasrlari, qo'rularning egiz tomlari pishiqishda qo'pirilgan bo'lib, to'pisiga ko'ptirma shaklda kohish tizilgan. Tomlardanmi egizrak chiqarilgan qo'sh qanotli keng yog'och darvozalar to'mir bilan qoplangan va qora, qizil ranglarda sirlangan. Ba'zi darvozalarning to'pisiga yog'ochdan yunib yasalgan bir jup shunqor beshi bir-biriga qaratib o'rnatilgan. Ba'zi tomlar hoklangan. Ba'zilari gej bilan suvilib, rangdor gul giyoh naqshlari sizilgan. Ba'zi ichib qo'yilgan darvozalardan qo'ru ichidagi imoratlar ko'rinib turadi. Chedir shaklidagi o'gizlarga qizg'uch seriq kohish yotqizilgan bu imoratlarning tomlarimi oq gej bilan suvilgan bo'lib, ko'k, qizil, yeshil rangli sirlar bilan nozik naqshlar sizilgan. Bu qasrlardan zarbob, tovur to'llarni kiyishgan so'latlik boy va arboblar nasllik org'amoqlarga menishib, gilam selingan soyivallik horvalarga o'ltirishib chiqib kelishidi. Mana, oddiy fuqarolarning uy joylari. Hoklanmagan egiz bas kesak tomlarning to'pisidan mevalik daraxtlarning yeshil yopirmoqli shoxlari sangilab turadi. Daraxtlarning orasidan chaqqon kemir uylari ko'rinib turadi. Chet yoqi mahallalarda o'g'isiga to'nglik echilgan qora uylarmi ko'zga cheliqadi. Yo'llarda otliq, eshaklik, to'gilik, horviliq va piyoda yo'lovchilar o'tishib turadi. Bozor qilingan ko'cha va maydonlardagi do'kon va yaymalar oldiga har xil tabiiy kishilar uzilmay kelib ketib turadi. Bundaq joylarda chet ellik savdogarlarmi mollarini to'kma qilib, yerlik xaridorlar bilan qizg'in savdolashadi. Har qaysi sahro yezlardan chiqqan dehqonlar ikki choqliq egiz ko'tak harvalariga tog'ir-tog'irlarda bug'doy, qo'noq, teriqlarni besib, eshak va qichirlarga sevat-sevat meva, ko'ktatlarni ortib kelishadi. Ishqilib, Ediqut xalqining buyuk ostonasi qora qo'chodagi qaynam tashqinliq hayot burunqidekla davomlashmoqda edi. To'xtamish gugum tushkicha shahar va shahar atrofidagi joylarni aylanib yurdi. Atsi saharda o'rnidan turib marhum Bodruq baxshining uyiga bordi. Gullik chitko'ngla kiyib, qo'ng'ir sochlarini ushoq o'rgan bir oq pishmoq qiz eshik oldidagi bedishdan uzib qo'lidagi kichik sevatga solmoqda edi. U darvozadan kirib kelayotgan To'xtamishni ko'rganda hayron qilib, bolalarcha ma'sum qo'y ko'zlari cho'ng-cho'ng echilib ketdi. "To'xtamish aka!" deb xitob qildi u. To'xtamish uningga yaqin keldi. "Yulduzmisiz? Qut bo'lsin singlim. Men ketganda sizdagi kichikina qizchaq edingiz. Endi qarang, cho'ng bo'lib ketganingizni. Bir qarab tunimayli qoptiman jimo sizni." "Yuring uyga kiraylik To'xtamish aka." Yulduz qo'lidagi uzum selingan sevatni takning tuviga qo'yib yo'l boshladi. To'xtamish uning kaynidan ozoda kemir uyga kirdi. "Appa, To'xtamish akam keldi." Yulduz ichkirki uyga qarab tovladi. "Voy balam, bormisan? Qachon kelding?" Yulduzning onasi Bodruq baxshining tul qolgan ayoli oq sochlarini ro'mol bilan tang'ash chiqib keldi. To'xtamish uningga cho'nqur egilib salom berdi. "Qut bo'lsin ana. Uy ichi tinchlikmi? Hammangizlar sog'-salomat turdingizlarmi?" Uy ichi xeyli salqin edi. Uchaylan supida o'ltirib, uzum bilan yumshoq nonga eg'iz takash, hol ahvol so'rashib, o'tgan kunlarni aslashib, uzoq mungdashdi. G'erib singan To'xtamish bu oilada illiqlik his qilib, dili yo'rib, xush bo'lib qoldi. To'xtamish xo'shlashib monganda Yulduz uni darvoza sirtig'icha uzitib chiqdi. "Xo'sh singlim, turib qoling." "Xo'sh To'xtamish aka, yana kelib turing." To'xtamish bir necha ko'chadan o'tib, hayvatlik bir qasr oldiga kelganda etini to'xtatdi. Uning ko'zlari g'azab ushqunlariga to'lib qizirib ketdi. Bu qasr
Misrislar oilasining turalg'usi edi. Oltin va mansab yerismanligida qora qitallarning tavranmas xolchisi bo'lib ketgan bu mal'un munofiq xo'jayinlarga sodiqligini ko'rsatish uchun qanchalagan odamlarning joniga zomin bo'ldi. Qanchalagan tul xotin yetim bolalarni zar qoqshatdi. Qanchalagan oilalarni vayron qildi. Uning qilmish atmishlarini hargiz kechirishga bo'lmaydi. U hozir nada? Balkim bu turalg'usida emas. Toyilliq allaqachon qochib ketgandi, dedi To'xtamish o'z ichida. Qasr darvozasidan mukchiyib qolgan bir qeri chakar chiqib keldi. Xo'sh, taqsir, kimni izlaysiz? Bu yerda hozir kim turyotidi? Bu Misr Islo begimning qasri bo'ladi. U hozir nada? Misr Islo begimni demsiz? U bu yerdan boshqa yurtga ko'chib ketgan edi. Yaqinda yana qaytib keldi. U hozir mush yerdimi? Qeri chakar To'xtamishning alpozidagi qo'rqinchli o'zgarishni ko'rib cho'chib ketdi. Taqsir, buningdan ilgirimi bir necha odamlar begimni qaslab kelgan edi. Shunga begim bu yerdan ko'chib ketgan. Uni avara qilmasangiz, taqsir, u umrining oxirgi kunlarini o'tkazib. To'xtamish etini devitib darvozadan kirdi. Bezaklik imorat oldiga kelganda, u egardan sakrab tushdi-da, otning chulvurini palampay salosuniga bog'lab qo'yib, ichkarki uyga kirdi. Kim u? Bir ayol kishining ovozi anglandi. To'xtamish o'sha ovoz chiqqan xonaga qadam tashladi. Gilam selingan supidagi ikki qat tovar ko'rpa ustida bir odam put-qo'llarini uzun sunib yotadi. Uning yenida gullik durdun ko'ngla kiygan yashangan bir ayol putlarni supidan sangiltib o'ltiradi. U eshikdan takallufsiz kirib kelgan To'xtamishni ko'rib, xotirjamsizlangan holda supidan olmon-talmon tushib, kashini kiydi. Siz kim? Nima ishingiz bor? Yashangan ayol chorlashgan chochlariga ro'molni ortqash o'duqib so'radi. Misr Isloni izlab keldim. Yo'q, uningga chiqilmang. Har qancha gunoh qilgan bo'lsa-mu, uningga rahim qiling. U Tangrining oldiga safar qilish oldida turyotdi. Ko'rmayapsiz? Bu Satva Sakyamuni sizga rahmat qilsin. Uni tinch yotqilib qo'ying. To'xtamish supiga yaqin keldi. Yotgan bemor haqiqatan Misr Islo edi. Lekin u bakli qirib va o'rqlab to'nib olg'usiz bo'lib qolgan edi. Uning totirib ketgan qonsiz chiroyi oq soqoli bilan rang talashgan edi. U o'ltirishib ketgan ko'zlarini ching yumib olgan edi. U uxlayotgandi yoki qasddan ko'zlarini yumib oldimi? deb o'yladi To'xtamish uningga qarab. Yashangan ayol To'xtamishning g'azabli chiroyiga qarab, titrangi ovozda To'xtamishdan: "Rahim qiling, Botir Azmat, rahim qiling." Siz Qoplonbegning opisi bo'lamsiz? Shundoq, Qoplonbeg mening o'g'lim, dedi yashangan ayol ro'molining uchi bilan ko'z yoshlarini surtib. U hozir qani? Besh baliq ketgandi, texi kammadi. Bu yerga qisas o'ti bilan tovulinib kirgan To'xtamish amdi qandoq qilishini bilmay esankirab qoldi. Misr Islo va Qoplonbeg bir-biriga naqadar o'xshashmaydigan ikki shaxs. Bir-biriga naqadar o'xshashmaydigan ikki mavqe. Lekin ular ota bola. Bu nima degan murakkab dunyo? Qoplonbegni tunimsiz bolam. Tunayman. U bir Botir Azamat. Misr Islo uning otasi. Mana, u kasal bo'lib yotadi. To'xtamish g'azab bilan xitob qildi. Lekin u qanchilgan vijdonli kishilarning beshiga chiqdi. Qanchilgan illiq oilani vayron qildi. Rahim qiling, o'g'lim, rahim qiling. U mening otamning o'lishiga sababchi bo'lgan. Rahim qiling, bolam. Tangri uni jazoladi. Mana uning holiga qarang. Mushi yetar amdi. To'xtamish supiga teximi yaqinroq kelib qaradi. Misr Islo bir tera, bir ustixon bo'lib, baayni murdig'ili o'xshab qolgan edi. Uning vujudida jon bordek emas. Ushtum tut, uning yumuq ko'zlaridan yosh qo'yilib ketdi.
Faqat mushu ko'z yoshlarla uning texi jini chiqmaganligidan bishorat berdi. To'xtamish uningga qarab turib ketdi. Mushundaq sharoitda, mushundaq yerimjon o'limtik qiyrig'i qo'l tekkizgili yoki yurakka tekkudak ishki eg'iz gap qilg'ili bo'lamdi. Shuncha uzoqdan beri To'xtamish yuzma-yuz uchrashishni kutgan edi. Mana endi-chu. Qaraganda Tangri bu ishlarni To'xtamishning o'ylaganidek o'rinlashtirmabdi. Ichi qaynab turgan To'xtamish asta-asta past ko'yga tushdi. U asta orqaga burilib, uydan chiqib ketdi. Endi nega boray? Uyga qaytaymi? To'xtamish qora arg'amiqini minib Misrislar qasridan chiqqandan keyin fikr-xayollari chechilib birpas turib qoldi. Shu topda uning ko'ngli go'yoki qorong'u bo'shliqqa o'xshab qolgan edi. Ushtumtut Turkan oy degan yaqinli qism uning shu ko'ngil qorong'uligida bir yo'riq nuqta hosil qildi. To'xtamish qora arg'amoqning beshini shu tarafga burdi. Turkan oy hozirmi shu uydimi emasmi? Balkim allaqachon bola chaqiliq bo'lib, erining uyga ko'chib ketgandi, deb o'yladi u. Qora arg'amoq uni shahar sirtiga ochiqdi. Mana, yiliqi qumsangu to'puliq yer. Dal mushu yerda yiliqi Qoplonbek Qiton cherikini o'ldirib, To'xtamishni tutqunlikdan qutuldirgan edi. Shu Qoplonbek, Osiy munofiq Misrislarning o'g'li. Hay odamlar, odamlar. Bir-biriga o'xshashmaydigan xilma-xil odamlar. 5 barmoq tekshi bo'lmagandek bir jamat, bir urug' odamlarga o'xshash bo'lavermaydi ekan. Ba'zi uylarda 5 jon odam bo'lsa, 5si 5 xil. Bu dunyodagi nurg'un ishlarning murakkabligi va qiyinligi ana shuningdan bo'lsa kerak. Mana, yiliqi yeza. Agri-bugri to'puliq harvi yo'llari. Mana, yiliqi darvoza. Mana, yiliqi sungush. Yarador bo'lgan To'xtamish mushu sungushdan o'milab kirib, mushu bog'liq ho'ylada yoshiringan edi. Mushu ho'ylada u Turkan oyni ko'rgan edi. Uning qutquzuvchisi Turkan oy. To'xtamish otdan tushib darvozani qoqdi. 30 yoshlik bir ayol chiqib darvozani ochdi. Turqidan qaraganda mushu uyning dediki bo'lsa kerak. Turkan oyxon qiz, ilmi mushu uyda turyotamdi. Shundoq begim. Ismim To'xtamish, kirsam bo'lamdi. Bu chog'da bog' tarafdan Turkan oy o'zi chiqib keldi. U To'xtamishni tanidi va uningga tikilib qarab to'xtab qoldi. Lekin To'xtamish uni tasdi tanidi. U Turkan oyni tunji ko'rganda u qiz uchisiga qimmatbaho tovar to'n kiygan edi. Endi qarasa, oddiyla chitko'ngla kiygan bo'lib, chochlardami burunqidek oltin zig'chilar va marvoyit tiziqlari ko'rinmaydi. Eng muhimi, uning chiroyi so'lg'in bo'lib, ko'zlarining nuri qochgan, o'zi juda o'riqlab qolgan edi. "Ha, bu sizkensiz-ku?" dedi u yigit tarafga qarab. Uning ovozi jarangsiz, miskin anglandi. U hatto To'xtamishning bundoq kutilmaganda tuyuqsiz paydo bo'lganiga ajablangandekmi emas. Parvosiz qiyofatda ko'rinadi. To'xtamish uni bundoq holatda ko'rman deb o'ylamagan edi. Shunga u bir asnog'icha esangirab turib qoldi. Qut bo'lsin. U Turkan oyni xon qiz yoki xonim deb atashni pamlayolmay o'ng'aysizlandi. "Ha, keling, uyga kiring", dedi Turkan oy bo'sh va bo'g'iq ovozda. To'xtamish etini eg'ilga akirib qo'yib, un chiqmay uning kaynidan qadam tashladi. Ular yana heliqi uyga kirdi. Ular tunji navbat ko'rishganda kirgan o'sha uyga. Bu uyda hech qanday o'zgarish yo'q edi. Yana shu burunqi oq tomlar, yana shu gilam silingan supa, pokiz supurib tozalangan salqin uy. "Qani o'ltiring", dedi Turkan oy va o'zimi asta kelib supining bir chetiga o'ltirdi.
To'xtamish uning qiyofati va kayfiyatini anqirolmay, uningga qiya ko'zda qarab qo'yib va uningdan orliq saqlab supiga o'ltirdi. Oraga odamning ichini pushurg'idek jimjitlik tushdi. Turkan oy beshini to'van silib, yerga qarab o'ltirdi. Ahvolingiz qanday? Tavingiz yo'qmi? Turkan oy beshini ishti ko'tirib, yigitga ko'z tashladi va savoliga javob bermasdan so'radi. Qachon keldingiz? Nalarda yurdingiz? To'xtamish uningga beshidan o'tgan sarguzashtlarni qisqacha so'zlab berdi. Turkan oy ko'ngil qo'yib angladi. To'xtamish so'zlab bo'lgandan keyin oraga yana jimjitlik tushdi. Turkan oy yana un chiqmasdan beshini to'van soldi. Yigit uningga qarab tengirqab qoldi. Turkan oy nima bo'lgandi? Bemazgil kelib qoldimmi qandaq? Asta xo'shlashib ketib qolaymi ya? Yo'q, To'xtamish unda qila olmaydi. Turkan oy, o'zingiz to'g'riliq so'zlab bersangiz-chi, dedi u sal qo'rinib. Turkan oy ulug' kichik tindi. O'zim to'g'riliq nemiday amdi? O'zingiz ko'ryapsiz-ku, yana mushu uyda turyapman shu. Bu uyda o'zingiz yolg'iz turyapsiz? Dedeklar xizmatkorlar bor. Bir navrakam pat-pat kelib yo'qlab turadi. Mushundaq bir tanho yetimman. Siz yotib bo'lmadingizmi? Turkan oy yana ulug' kichik tinib ko'zlarini pastga qaratdi. Yo'q. To'xtamish yana ajablandi. Acaba shuncha yillardan beri bu qandoq gap? Halbuki bu vaqtda yana ko'chilab so'rash adabsizlik bo'ladi albatta. Turkan oy, siz meni o'limdan qutuldirib qolgan. Sizga minnatdorligimni bildirish uchun keldim. Sizning qilganingizni o'lsammi unutmayman. Men sizga mangu qarzdor. Qandoq ishingiz bo'lsa, menga deng. Men sizga qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Men sizga hech qancha ish qilib berganim yo'q. Bu hoyliga o'zingiz kirib qapsiz. Men noit kelsa sizni uzitib qo'ydim shu. Mening o'rnimda boshqa biri bo'lgan bo'lsa-mu, shunday qiladi. Yo'q, undaq emas. Hamma odam sizdek vijdonliq, oq ko'ngil bo'lavermaydi. Turkan oy yana gap qilmasdan beshini to'van soldi. Uning zodi nim bo'lgandi? Zodi nim bo'lgandi? Ya uning o'zining aslidagi xulqi mijozi shundaqmi ya? Yo'q. Biz tunji ko'rishganda u bundoq emasdi-ku. Amdi qilish qudak gap so'z qolmagan edi. To'xtamish xo'shlashib mong'andimi, Turkan oy gap qilmasdan uni uzitib chiqdi. To'xtamish eg'ildan qora arg'umoqni yetilab chiqdi. Bu hiliqi siz bergan ot. Turkan oy gap qilmay va chiroyini o'zgartmay beshini yenikini irg'itib qo'ydi. Bo'ldi, turib qiling. Xayr xo'sh. Xo'sh amsa, dedi Turkan oy va uzab ketayotgan mehmonning kaynidan birdam qarab turib. Boyiqi dedak To'xtamishni uzitib sirtqa chiqdi. Xon qizning tansoqligi yo'qmi qandaq? Bizning bu xon qizga bek o'val bo'ldi. Bek oq ko'ngil, mehribon xon qizdi. Bu dunyoda yaxshilarga yaxshilik yo'q ekan. Nima bo'ldi? Tushuntirib so'zlamamsiz. Turkan Ayxon qizning ota-onasi kayni-kaynidan vafot bo'lgandan keyin bu yerda tog'isining homiyligida turyotdi. Uzoq o'tmay o'ylamagan yerdan cho'ng baxtsizlik yuz berdi. Xon qizimizning 5 baliq tuturayotgan ishqa aksi savdogarchilik bilan shug'ullanadi. Ular savdo karvanini boshlab Samarqand, Buxoro taraflarga mongan ekan. Yo'lda qitallar karvoni bo'lib, Akufkishkaylarni o'ldirib tashlabdi. Turkan Ayxon qiz bu zarbini ko'tara olmay qoldi. U kech-kunduz o'zini urib yig'lab, oxiri kasal tatib yetib qoldi. Tiyiblarning dorilarimi, perxularning amal choralarimi kor qilmadi. Xon qizimizning boshqalarning tasalli, nasihatlariga quloq solmay, shu yotqancha bir necha kun o'tganda so'zlab qoldi. Ha? Shundoq ish bo'ldimi? To'xtamish o'zini bosolmay xitob qildi. Dedak peshtomisining etiki bilan ko'z yoshlarini surtdi. Shundoq bo'ldi begim. Xon qizimiz ota-onasidanmi, bir tuqqan qarindoshlaridanmi ayrilib, cho'lda tikandek yolg'iz qoldi. Bu oson gapmi begim?
Tiyib doğrugerlarning ko'p kuch chiqarishi bilan qonqiz oxir o'ngishilib qoldi. Biroq mana mushundaq miskin bechora bo'lib tala tuzgimi chiqmay, to'ymi qilmay zohidlarcha yashayotdi. Uning tog'isimi oxirgi vaqtlardan buyon kasalchan bo'lib, bu yerga kelolmaydigan bo'lib qoldi. Faqat shu tog'isining o'g'li kelib yo'qlab turibdi. Shu tog'isining o'g'li bilan ko'rishsam bo'pti ekan. U hozir bu yerga qachon keladi? U begim hozir Qo'chida emas, Beshbaliqqa ketgan ekan. Shunga bu yaqin orada kelolmasligi mumkin. To'xtamish etig'i mendi va shuncha kutilmagan ta'sirotlar ilkida delig'ul bo'lib uyiga qaytdi. Atsi sahar turib u o'rdiga bordi. Olib borish Tarxon bilan ko'rishiman, dedi u o'rda darvozasi oldidagi qorovulga. Olboris Tarxon uni o'rda ichidagi ayrim xonada qabul qildi. To'xtamishmisan? Yerdan ungandakli tuyuqsiz paydo bo'lib qolding-ku. Nalar yurding? Nereden geldin? To'xtamish beshidan o'tgan ishlarni bir qo'ri so'zlab berdi. Ha, endi qanday qilay deysan? Yana oldingizga qaytib keldim. Yana sizning qo'l ostingizda xizmat qilsam deyman. Voy, yaxshi gap. Seni qo'shinga qabul qilay. Yana burunqidek 15 bo'l. Shunda qilib To'xtamish Saud dobulg'a kiyib, kang tasma kamarga qilich qanjar esib, Olboris Tarxon qo'mondonligidagi muntazam qo'shinga kirib, shahar sirtidagi dala mashqlariga qatnashdi. U qo'shindagi o'zining jangovar yangi turmushini boshladi. U Mo'ng'ullar orasida qalam tutib o'qituvchilik qilgan edi. Endi qalamni alamga almashtirdi. Olboris Tarxon uningga nasllik chilan to'riq arg'amoqdan birni sovg'a qildi. O'zining etimi yaxshi ekan, biroq sal qirib qolgandek turdi. To'g'ri. Bu qora tulparni Turkanay sovg'a qilgandan buyon 6 yil o'tib ketdi emasmi? Uning yorg'usimi, yugurishlari burunqidek emas, deb o'yladi To'xtamish. U Turkan oyni esiga olsala dil aromi buziladi. U qizning burunqi nur yig'ib turgan chiroyi bilan hozirgi sulg'un ko'rinishi yigitga ichinish, yesdoshlik tuyg'ulari aralashgan murakkab ta'sirotlarni qo'zg'aydi. To'xtamish mashq orliqlarda vaqt chiqarib, Turkan oyni 2 qitim yo'qlab keldi. Xon qiz avvalqidekla kam so'z bo'lsa-mu, To'xtamishni ko'rganda xush bo'lib chiroyi echiladi. To'xtamish uningga tasalli bo'lg'idek gap so'zlarni qilib, yenida birdam yerimdam o'ltirib qaytadi. Ikkilan munosabatda xilili erkinlashib, o'zlashib qoldi. To'xtamish marhum Badruh baxshining kasal azobida yotqan tutib yotgan ayolini 2 qitim yo'qlab bordi. Kesalchan mo'may uni ko'rsa bakli xushal bo'lib ketadi. Uning qizi Yulduzmu To'xtamish akam keldi deb chiroyi guldek echilib sho'xlashib ketadi. Yenishlab, To'xtamish aka, uzum ya. To'xtamish aka, yana birdam o'ltirib turing, tomoq pishirib beray, deb uning atrofida parvona bo'lib ketadi. Bundaq ko'rishishlarda To'xtamishning ko'ngli ovunib, kunlari ma'nilik o'tayotgandek to'yiladi. Uningga g'amguzar bo'lib, tanholigini bilintirmaydigan 2 uy bor bo'lgan edi. To'xtamish Turkan oyni 3-chi qitim yo'qlab bordi. Qut bo'lsin Turkanay. Yaxshi turdingizmi? Tinchlikmi? Qut bo'lsin To'xtamish. Marhamat, uyga kiring. Shu kuni To'xtamish kech kirguncha Turkan oy bilan paronglashib o'ltirdi. Turkan oy kulimsiraydi. Hatto ovozini qo'yib berib kulib ketadi. Uning mangslariga qizillik yugurib, ko'zlari boshqacha nurlandi. Endi uning sulg'unligi, ruhsizligi g'oyib bo'lgan edi. To'xtamish uningga qarab shodlanadi, suyunadi. Oxir u qalbining cho'nqur qatlamlarida cho'g'lanib turgan istakni izhor qildi. Turkanay, men sizni yaxshi ko'raman. Siz rozi bo'lsangiz, ikkimiz to'y qilaylik. Men sizni umr bo'yi suyman. Umr bo'yi qadrlayman. To'xtamish qattiq qo'ya chalinib ketganlikdan so'zining oxirini tushirolmay, yana nima deyish lozimligini anqirolmay qoldi. Shuning bilan bir vaqtda u yana qo'rqib ketdi.
o'zining bu so'zlarni qilganligidan emas, sevgi izhorini qizning rad qilishidan qo'rqib ketdi. Halbuki uning qo'rqishi o'rinsiz edi. Qizning mang'izlari o't olgandek villida qizirib ketdi. Uning ko'zlarida hozirga qadar ko'rilib boqmagan uchqunlar chaqnadi. U yigitning ko'zlariga yolt qilib bir qordida darhol beshini tuvan soldi. To'xtamish bu unsiz javobdan hammani tushundi. U go'yoki havoda laylab uchib ketayotgandek bir tilsimliq tuyg'usida qo'lini uzitib qizni o'ziga tortdi. Turkan oyga xuddi uy ichi pirqirab ketayotgandek belinib ketdi. U o'zini sezmagan holda o'ltirgan yeridan ishtik turdi. Ammo bu chog'da To'xtamishning kuchli qo'llari uni qamollab bo'lgan edi. Go'yoki ishkidan bir bo'ldi. Ishki yurak qo'shilib ketdi. Bu rostmi? O'ngimmi yoki tushimmi? Bu rost, tush emas. Qorong'u tushganda To'xtamish ko'zi qiymagan holda xo'shlashdi va atsi yana keldi. Navrakingiz kelganda uning bilan ko'rishay, dedi To'xtamish. Turkan oy ma'qullik bildirib beshini langshitdi. Sizni uningga tanishtirib qo'yaman. Ondan tog'ingizga elchi kirgizaman. Turkan oy pisingida kulib qo'yib ko'zlarini qochirdi. Shuningdan keyin To'xtamish qo'shin bilan vazifa ijro qilish uchun sirtlarda yurib bir necha kungacha Turkan oy bilan ko'rishalmadi. U vazifani o'rindab qo'cho'ga qaytib kelgandan keyin yurishda mingan etini eg'ilga akirib qo'yib, Turkan oy bergan heliqi qora otni egarlab mendida shu so'yimli qizni ko'rgili bordi. Turkan oy uni qo'roda xush tabassum bilan kutib oldi. Nevra akam keldi, yuring, sizlarni tanishtirib qo'yay. To'xtamish uningga agishib uyga kirdi. Supida bir kishi beshig'i tagiga qo'yib so'zilib yotgan edi. Eshik ochilganda u darhol qopib yerga tushdi. To'xtamish uningga qarab xuddi taxtayga qoqqan mixdek qaytibli qoldi. Bu nima karomat? Uning oldida turgan kishi Qoplonbek edi. O'sha misrlarning o'g'li Qoplonbek. To'xtamishning ko'zlari to'rlashib, beshi oylangandek bo'lib ketdi. Keshtilangan oq shoyi ko'ngligi ustidan esil yeshil maxmal pashmat va qo'nchlariga gul tutilgan seriq kun o'ti kiygan Qoplonbekmu To'xtamishga qarab donq etib turib qoldi. To'xtamishmu uchisiga kolta maxmal pashmat kiygan edi. Farqi shuki, u belini keng tasma kamar bilan bog'lab, yeniga qilich va xanjar osgan. Taqir beshiga chavandozlarcha keng kirvaklik qora po'k kiyib, bir yeniga shunqor qanatining cho'ng peyini qistirib olgan edi. Turkan oymu ularning bundaq mixlangandek turib qolganiga qarab hayron bo'ldi. Bu mening navra akam Qoplonbek, dedi u To'xtamishga tunishtirib. To'xtamish o'ng chiqmasdan sal egilib salom qildi. Qoplonbekmu o'xshash usulda salom yondirdi. Qo'choq qaytib kelganligingni Olibar Starxondan anglagan edim. Uning qo'shinida turib o'tibsan. Chavandozliqing turqingdan ko'rinib turdi. Seni bu yerda ko'rib qolaman deb o'ylab boqmabdi ekanman. Men sen bilan bu yerda uchrashish qilishimni o'ylab boqmagan. Nima? Sizlar tanishamsizlar? Tanishimiz, dedi Qoplonbek va eg'ir besiqlik bilan To'xtamishni o'ltirishga taklif qildi. To'xtamish eg'ir tiniq elib supiga o'ltirdi. Turkan oy supida o'ltirishgan ishkilinga cheksiz hayronlik ichida ko'z tikib turib qoldi. Birdamlik eg'ir sukutdan keyin To'xtamish bo'g'iq ovozda so'radi. Turkan oyning otasi kim? Turkan oyning otasi mening otamning inisi bo'ladi. Hozir Turkan oy otamning homiyligida turibdi. To'xtamishning ichi ochiq bo'lib ketdi. U alam bilan beshini to'van silib mukchiyib qoldi. Qaramamdigan. Uning so'ygan yori, uning qalb to'ridagi oshu tangdassiz obida. Oshu go'zal Turkan oyning razil munofiq misrislar bilan tuqqan chiqib qolganini. Yana kelib, oshu misrislarning jiyan qizi bo'lib chiqqanini. Hay taqdir. Tushundim. Turkan oy bir yigitni qit'alardan qutuldirib yo'lga sep qo'yganligini so'zlab bergan edi. Bu asli senkansan-da.
Shundaq men Turkanoy vijdonliq, haqiqiy idiqut qiz ekan. Qoplondek qiyin masalaga duch kelib beshi qotgan odamdek qo'shuvimizni turib jimib ketdi. Turkanoy, xafa bo'lmay siz birdan chiqib tursangiz, dedi To'xtamish. Turkanoy hech nimani tushunolmay qaymoqqan holda chiqib ketdi. Qoplonbek To'xtamishning nima deydiganligini kutib, uningga qaradi. Sen ilgari Turkanoyning Misrlar jamiyatiga mansub ekanligini bilmabdi ekansan. Endi nima deysan ekan? deb o'yladi u. To'xtamish o'rnidan turib, uy ichida u yoqdan bu yoqqa mengib ketdi. Turkanoy bilan ikkimiz va'dalashdik. Men uni suyaman, chin qalbimdan qadrlayman. Lekin Turkanoy bizning jamiyatning a'zosi tursa, u mening navir singlim, otam Misrlarning jiyan qizi. Sen otamni o'ltirmoqchi emasmiding? To'xtamishning yurak so'qishi tezlashib, nafsi bo'g'ilib qoldi. U ko'nglining keshtilangan o'ri yoqisini kang echib etib, u yoqdan bu yoqqa teximi tez mengib ketdi-da, Qoplonbekning oldiga kelib to'xtadi. Men Turkanoydan kecholmayman. U Misrlarga o'xshamaydi. Senmi otangga o'xshamaysan-ku. U baribir mening otam. Mening oldimda otamning yomon gapini qilishimga yo'l qo'ymayman. To'xtamish yana jiddiylashib, u yoqdan bu yoqqa mengib ketdi. Turkanoyni nikohimga olaman. Qandoq sharting bo'lsa et, to'ylashayli. Amdi Qoplonbek keskin harakat qilib supidan pastga tushdi. Bo'lmaydi. Seni qitolardan qutuldirib qolganimga qarabla, bu ishni yo'l qo'ydi deb o'ylama. Bu tamoman boshqa ish. To'g'ri, bu boshqa ish. Shunga Turkanoyning umrlik ishini bu ishga chitib olmasliging kerak. Qoplonbekmi u yoqdan bu yoqqa mengib ketdi. Uning turqidan bu qiyin masala ustida qattiq o'ylanayotganligi bilinib turadi. Bo'lmaydi. Bundaq nikohning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Taqdir biz bu ikki oilaning o'tirsiga yulmas qora izlarni sog'an. Bu qora izlar hamon nikoh yibida tugum paydo qilmay qolmaydi. Shunga bizning adashligimiz saqlanib qolsin, ammo munosabatimiz bo'chakdan eshib ketsa bo'lmaydi. Bu nima deganing? Turkanoy ikkimiz hayotimizni tamoman boshqa izga solamiz. Taqdir yo'limizni yangidan boshlaymiz. Burungi qora izlarga endi qadam bosmaymiz. Sen birdamlik hissiyotingga tayanib so'zlayapsan. Yo'q, men hissiyotim bilan emas, aql idrokim bilan so'zlayapman. Sen degan qora izlar Turkanoyning izi emas. U bir oq ko'ngil farishta. Bas, bu gapni qo'yayli. Bu haqda ortiq so'zlashni xohlamayman. Bu talabingga otamning qo'shilmaydiganligi turgan gap. Biz farzand turuqliq, uning ra'yini qaytara olmaymiz, dedi Qoplonbek va suhbatning tamom bo'lganligini ifodalab, qaytadan supiga o'ltirib oldi. Bugungi programmamizning diktorlari Mohira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.